Yevropa Yahudi o'quvchilari uyushmasi 24 oktyabr Isroiliya va Yevropaning nurg'un shaharlarida boshqa bir mash'al yetkazish faoliyati o'tkazib, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilik olimpiyada deb atalgan Xitoyning sohibxonligidagi 2022-yillik Beijing qishliq olimpiyasini boykot qilishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu faoliyat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi hamda hargiz qaytalanmasin harakatini o'rinlashtirishidagi xalqaro harakat kunining partiyasi sifatida bir tutash planlangan bir xil faoliyat shakli ekan. 24 oktyabr Yevropa Yahudi o'quvchilari uyushmasining a'zolari Beijing qishliq olimpiyasining mash'aliga qarshi boshqa bir mash'al ko'tarib, Isroiliyaning Tel Aviv, Yevropaning London, Paris, Berlin, Myunxen, Bonn, Bryussel, Jen va Viyana qatorliq shaharlarning ko'chalarida yurgan. Londondagi mash'al yetkazish faoliyati Angliya parlamentining oldida oxirlashgan. Yahudi o'quvchilar uyushmasi e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida bu faoliyat orqali olimpiyani qaytarib olish, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga qilgan sistemalik ziyonkashligini ichib berishni ko'zlaganligi ta'kidlangan. Hamda hargiz qaytalanmasin harakat faoliyatchisi Yevropa Yahudi o'quvchilar uyushmasining Angliyada turishliq muavin raisi Olaf Standoning aytishicha, Xitoyning hashamatli olimpik musobaqasining qorong'u ko'lamgusida shu topda sodir qilayotgan insonlikqa qarshi jinoyatini yepishiga yo'l qo'yilmasligi kerak ekan. Olaf Stando 26 oktyabr vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilib, bu faoliyat orqali dunyoga shu ikki signalni bermoqchi bo'lganligini bildirdi. Olaf Standoning aytishicha, ularning bermoqchi bo'lgan ikkinchi signali Yahudi yoshlarga cho'ng qirg'inchilikni xotirlatish, Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklar bilan ittifoqlashib, Xitoyning qilmishiga yo'q deyishgan. Yahudi o'quvchilarining mazkur faoliyati Xalqaro Olimpiya komiteti o'tgan hafta Gretsiyaning Olimpik tig'ida olimpik mash'ali yaqish marosimi o'tkazib, mash'alni Xitoyning 2022-yillik Beijing qishliq olimpik hayitiga o'tkazib berishining orqasida o'tkazilgan. Lekin Xalqaro Olimpiya komiteti olimpik mash'alini Uyg'urlarga qarata aktiv irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir davlatga o'tkazib berish bilan ayblangan edi. Londondagi boshqa bir mash'al yetkazish faoliyatiga qatnashgan Uyg'ur faoliyatchi Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili Rahima Mahmud xonim 26 oktyabr ziyoratimizni qabul qilib, Yahudi yoshlarining Beijing qishliq olimpiyasini 1936-yildagi Berlin olimpiyaga o'qish to'p faoliyatini o'tkazganligini bildirdi. Hozir hamda Angliyaning parlamentida diplomatik boykot qilishga parlamentdan o'tdi. Lekin hozirchilik haqiqiy bir harakatni ko'rmayapmiz. Shuningdek, bu Yahudi o'quvchilar mushu olimpiyani 1936-yilda Berlinda o'tkazgan olimpiyga o'xshatib, dunyo shu vaqtda bular qirg'inchilik o'tkazayotdi. Yahudilarninki inson haqlarini dafsanda qilyapti degan bo'lsa, balkim keyingi qirg'inchiliklarning to'xtatish qilish imkoniyati bo'ladi. Bu yana takrorlanadi. Hozir Uyg'urlarning buncha million odam jazo lagerlarida yetayotgan tursa, shunchalik ko'p isbotlar oshkorlanayotgan tursa, mushundaq bir paytda nima uchun dunyo yana bu olimpik komiteti bu olimpikni Beijingning o'tkazishiga ruxsat qiladi degan ashna bir maqsad bilan o'rinlashtirdi. Rahima Mahmud yana bu faoliyatning nihoyatda unumli bo'lganligi, uning yoshlarni Uyg'urlarni qutqizishga jalb qilish, bo'libmi Isroiliya va Avstriyadek Uyg'ur masalasi ancha bek aktiv bo'lmagan davlatlarda yoshlarni qo'zg'ash, ular orqali bu davlatlarning siyosatiga ta'sir qilib, Xitoyga tutgan siyosatini o'zgartirishga foydali bo'ldi deb qaraydiganligini bildirdi. Cho'ng ahamiyati buningda yoshlarningki Uyg'urlarni qutuldirish harakatiga qo'shilishi ham o'zining turayotgan davlatlarga parlament va hukumatiga bizningki mushu zarimizni yetkazishi, kelgusidagi siyosatlarningki Uyg'ur masalasiga texmo jiddiy qarab, Xitoy bilan bo'lgan siyosatlarni o'zgartiradigan, Xitoyni jazolaydigan degandek mushu nurg'un ishlarga foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Xitoy bu qitim qishliq olimpik mash'alini 2008-yildagi Beijing yozliq olimpik musobaqasida qilgandek har qaysi davlatlarda aylantirish planidan voz kechgan. Xitoyning 2008-yildagi olimpik mash'alini yetkazish faoliyati ba'zi davlatlarda Tibet va Uyg'urlarning qattiq qarshiligiga uchragan bo'lsa-mu, biroq ayni vaqtda uning kishilik huquq xotirasi hozirgidek undaq keng ko'lamli la'natga qolmagan edi. Olaf Stando Yevropa davlatlaridagi norozilik harakatlarining Xitoyni qo'rqitganligi,
Şoňa onuň qışlyk olimpik meselelerini kuş yetkizişke jüret qılanmaganlygyny bildirdi. Yevropa Yahudi hukukçular uyuşmasının bayanatında ta'kidleşçe, xalqaro jamiyat Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini normallaştırışıga yo'l qo'ymasligi kerak ekan. Avstriya Yahudi hukukçular uyuşmasının qo'sh raislaridan Sashi Turkov mundaq degan: Xitoy davlatining axborot va diplomatik mashinasi dunyoning boshqa joylarida parvosizlikqa aktiv yordam berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oqlamoqchi bo'layotdi. Biroq dunyo kuzatmoqda. Biz Beijing Olimpik tanharkat musobaqasiga kun sanayotgan bir paytda hargiz qaytalanmasin degan so'z o'z ma'nosini tepishi lozim. Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini normallashtirishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Xalqaro jamiyatning uyg'onishi vaqti keldi. Biz aniq va ochiq bir chaqiriq bilan mash'al yetkazish faoliyatimizni o'tkazyapmiz. Diplomatik boyqut qiladigan payt keldi.